Bu qizimizda oshqozon saratoni 3-bosqichida biz operatsiyadan oldin 3 kurs kimyoterapiya planlashtirdik, ya'ni standart bo'yicha va o'zimizda vrachlarimiz konsiliumi qarori bilan. Undan keyin 3 kurs kimyoterapiyadan keyin qayta tekshirganimizda, ya'ni qayta bosqichlash o'tkazganimizda bosqichimiz уже birinchi bosqichga keldi, ya'ni o'tkazilgan davolash kimyo dorilarimizning effekti juda ham yaxshi bo'ldi. Oshqozonimda shunday yara bo'lgani uchun kelganman shu klinikaga. Menda kasallik bo'yicha 3 kurs ximiya oldim. Ximiyadan keyin operatsiya bo'ldim. Operatsiya yaxshi o'tdi, Allohga shukr. Yaxshiman hozir. Mana shunday hozir keyingi ximiya olishga keldim. Holatim hozir yaxshi. Ovqat yeyapman, o'zim bemalol yurib, kuchlarim ham ancha o'zimga qaytib qoldi, yaxshiman. Doktorlarga kattagan rahmat deyman. Hammasi qo'li yengil, malakali shifokorlar ekan. Rahmat hammasiga kattakon. Nima teshki vardı, hamma yo'g'im ukollar olib, anjanda qo'qishni duxu yetmadi. Bashi ko'g'im bilan belim mijib og'riveradi. Oyoqlarim uyushib, borsam shamolladi, do'radi. Nima teshki vardı, hamma yo'g'im ukollar olib, anjanda qo'qishni duxu yetmadi. Tomir, ser tomirda yonida ekan, bitta tomirga tegib ketsak deb ahli duxu yetmadi. Unga prikizkilib, meni Bunaycha o'ylab aylandimda. Keyin oxiri bir ikkitasi Toshkentga tavsiya qiluvdi. Texnologiyalar ham zo'r. Hindistonga ham borib yurmaysiz, Turkiyaga ham borib yurmaysiz dedi. Men pul ketsin deb keldim. Mana shu bilan pochkani orasida haligi eng ser tomirda yonida tuguncha paydo bo'lib qolgan ekan. Ashunda mana 3-4 kun bo'ldi, olishdi mutaxassislar ekan. Mana hozir privaskalar qilib bo'ldi. Mana endi hozir zilyanka surkaptirasiz 5-4 kun dedi. Hech nimani bilmagandek mana hozir o'zimga kelib qoldim, Xudoga shukr. Bor ekan bizda ham doktorlar. Hali Hindistonga borishda ham kerak yo'q ekan, Turkiyaga ham borish kerak yo'q ekan. Universal ekan mana shu banisa. Bemorimiz 65 yoshda, ularda til saratoni birinchi bizga kelganida tilida katta o'sma bo'lgan. Hozirda kimyoterapiyalardan so'ng bu o'sma butunlay yo'qolgan. Bemorimizning holati yaxshi. Stabil holatda. Doktor Malayev klinikasida oningizni davolatyapsiz. Shu olayotgan davodan mamnunmisiz? Fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. 2023-yil avgust oyida shu saraton aniqlandi. Gapira olmay qolgan edi. Endi hozirgi kunda lichinadan keyin gapiryapti, hammasi joy-joyida. Maqsad akani qo'li yengil ekan, mana Xudoga shukr, minnatdormiz. Ishonchingiz uchun rahmat, sog' bo'ling. Rahmat sizlarga. Onkologistdan asaram qolmabdi. Allohga shukr, analizlarim yaxshi chiqqan. 18-yildan beri bachadon bo'yi saratoni bilan davolanib kelayotgan edim. Shu yil avgust oyiga Hindistonga bordik. Hindistonliklar bilan lecheniya olamiz, davolanamiz dedik. Dorilarga aldandik to'g'risi. Bu dorini qo'ydi, keyin unisi boshqa. Lecheniyalar boshqacha-da, unday aytish boshqacha-yu, amal boshqacha-da. Ular operatsiyani tan olmadi, qila olmaymiz dedi. Keyin yana 1-2 joyga bu yoqqa ham aytishdi. Yo'q, sen ko'p ximiya olgansan, nur olgansan, nima titilib ketadi, unday deb. Keyin keldik Buxoroga. Bu yoqni eshitdik. Shunday doktor Malayev ana shunday deb. Kelsak haqiqatdan ham rost. Hindistonda qilib bilmagan operatsiyalarni bular qilishdi, uddaladi. Haqiqatdan ham men bulardan ana shunday rozi onkologistdan asaram qolmabdi. Allohga shukr, analizlarim yaxshi chiqqan. Menday qiynalib yurganlarga maslahatim bemalol kelsinlar, qo'rqmasdan. Shifo topishadi shu yoqdan. Hozir o'simtasi ham juda ham orqaga qaytib, juda ham yaxshi bo'ldi. Biz minnatdormiz. O'g'lim 22 yoshda. O'g'lim yaxshi yurib, ishlab yurgan vaqti beli og'riq bo'lib, biza ko'rikka borib, apparatda
MRTga tushgan vaqtimiz biza kasalligini bilib qoldik. Moyak saratoni aniqlandi o'g'limda. Tashxislarni eshitgan vaqtimiz 4-bosqich degandan keyin biza og'ir ahvolda Maqsud aka Mallayevga yetib keldik. Kuchli og'riq bilan bir amallab o'g'limni olib keldim shu больницаga. Mallayev Maqsud aka ko'rgan vaqti "Men shu o'g'lingizni lechinalarni qilib davolab beraman, opa siqilmang" degandan keyin o'g'lim bilan mana shu yerda davolanib lechina olib yotibmiz. Hozir o'g'limning ahvoli yaxshi. 3-ximiyani qo'yapti. Juda ham ahvollari yaxshi. Yordam bergan hamma narsalarini juda ham yaxshi qildi. Buyraklarda shishlari bor edi, ular qaytdi. Hozir o'simtasi ham juda ham orqaga qaytib, juda ham yaxshi bo'ldi. Biz minnatdormiz. Mallayev Maqsud akadan juda ham xursandman. Alloh umrlarini ziyoda qilsin. Alloh rozi bo'lsin. Bo'ldi, hech qancha umri qolmagan. Pasti o'ladi deganda hammasi. Bir belni davolatdim, bir bo'lmadi. Keyin unisini bo'yin qimillamay qoldi. Faqat muoyak bilan bu chap qo'ldan boshlandi. Oxiri chap qo'l ishlamay qoldi. May oyidan shu ro'zam 3-kunidan taqa-taq yotib qoldim-da. Hech qayerda ishlamay qoldi. Bir kishi ko'tarib, yordam bermasa yura olmayotgan. Sekin tildan qoldim. O'sha jigardan biopsiya topshirgandan keyin tildan qoldim-da. Hozir 12 ta больницаga borgan bo'lsam, hali tabiblarga ham borganman-da, to'g'risi. Nima yesa, qancha yeyalsa beraveringlar. O'sha dadam chaqiradi, nimalar chaqiradi, amakimlarni. Bo'ldi, hech qancha umri qolmagan. Pasti o'ladi deganda hammasi. Bekka kelganimizda ham to'g'risi umuman hech nimaga ishonch yo'q holatda kelganmiz. Kim bo'lsa hozir ketadigan odam bilan muomala qilganda nima qiladi? Haqiqatda hamma hayron qolganda. O'sha paytda yurib bordim keyin. Men bu yoqqa 2 kishi ko'tarib olib chiqqan birinchi kelishimga, mashinaga solib kelishga. O'zim yurib borganman. Shika keldim ham, shu tuzaldim. Shuni telefon qilsam, dod vilayapti-da dadamlar ham. Bo'lar ekan, to'sa bo'lar ekan deb.